Ballarım, seni kırınlar. Ha? Kırınlar, Momamni qishib o'ltiraychi. Bu yak kırınlar. Moma, biz yana hikoya angliqli keldik. Bizga hikoya aytib bersizlar. Hay tentaklar, yana hikoya angliqli kapsizlarda. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab baqay-a. To'g'ri, men sizlarga ur to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular kishiga oldidagi bir tut jigdiga tayinib kun kechirdi ekan. Ammo ung'ang'i yo'nig'an degandek, ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilib Şunun bilen bovoyning hayotida odamni ham kuldiradigan, ham azoblaydigan, shundaqla nodonlik bilan tamoqorlik, rostchilik bilan soxtpazlik, haqqoniyat bilan razillik unutib erishgan ajoyib kechirishlar. Hay, yana nega mangdilar? Qog'i degan sho'rtumshiq yana qaqildiganda qiladi. Men jigdiga bir qarab baqay. Sizning kunlari aşı to'ngjigdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib paslar. Yesi yemamdi. Xotin, to'li kotildimi sangcho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda omashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qoranchiqdek jigdining to'yida o't tasla. Hay, qandoq qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'u, aksini chiqarlashma. Yok ol! Acayip ziriktim bu nakeslerden. Uçar kanatlarının içinde senindek aşk göz, kaşan mehtukunu kömep tükenmen. Ademni ya aram huda yaşıkını koy bakan. Ma qağılarning mendek bir g'eribning jigdisiga ugini vog'ini qaramamdigan. Hap to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Həcəbmə eğir, qatıq günlər bak ketyaptı. Bu yo'qsizlikdan qachon qutulamiz? Pul bayğa, suv sayğa oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma, xotin. Bizgimi Xudoning buyrug'anlari borda. Xudo har kimning rizqini o'zi bilan belli yaratgan. Oldirma. G'o'ridan olibda degan gapni anglamaganmisan.
Ha, üjmü peş, ağzımı çöş dep, aşı toğun çekdiğe qarab oltırman desile, silimiço, bek hemdem xiyal bop qaldıla. Aş qağı baken, silige bir tal mı jigdi qanmaydı. Ha, ben cigdini aşu kağığı taşlap berem dem. Qarab dur. Etidan başlap cigdi tüydün kopmay oltırıp cigdi bakımen. Mau ahmaq buvayını gepini qarmamdıgan, tova. Bismillah ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Ya Bismillah. Acep obdan olcaq erişdim. Aval bu boyayının närini yesem bola. Aldı bilen onun iki gözünü çoqalap yey. Bova, tırlıp qağallıqlarına mübarek olsun. Meni koyuvesile, meni koyuvesile. Bilcerlema. Sen uzaqdan buyan nesibemge çan selip, meni boz getip keldin. Muşu bir tüp cigidinimi aram xuda yigile koymudun. Teki bugün nomus kılmay, adamdek sözleysin ha. Bova, gepimni anlap meni koyuvesile. Men seni tügmez boylık eriştirime. Sen ma? Sen kağıma? Men çıraylık geplerge işini muşu künki kağan. Emdi senin gepinge kirsem, ömrümün ahırıda yine tügümez puşaymanğa kalamen. Yo'q bova. Men hergiz meseleni pushaymonga qo'ymayman. Men bo'lsam qog'larning eng qerisi. Yeshim mingdan oshdi. Alloh menga shunday bir xislat ato qilganki, xolisam qog'ga, xolisam odamga o'zgaralayman. Sizlarning talaylari bor ekan. Men sizlarga shunday bir xosiyatli narsa berayki, butkul odam zot hayron qolsin. Bopda, seni mi bir ko'rib baqay? Ma'qul. Men bilan maqsula.
Qarısla, bova. Merhamet qiling, bova. Nemi karamet bu? Oğlum mu düşün mü? Yigit, sen beni cennetke başlap kirgen oxşamamsan? Bu cennet emas, bova. Tushlarimi emas, balki dal silining asli makallaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gelam silingan supuq qarsilar. Yigit, nemi deb eshakni gelamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip qalalar. Qani. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafo so'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qilib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar desizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklab beradi. Dünyada nadimi unda xislatlik eshak olsun? Ishonmisizlar? Ana qarasizlar. Tova Xudoyim, mundaqmi xislatlik eshak bo'ladi-ekan, ha? Qani bova, eshakka minsizlar. Ammo aslida bo'lsin-ki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh, vafodor yigit. Xayr xo'sh bova.
Ha, qadrlik ishiga menmi herib ketdim, senmi herib ketding? Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana. Aziz mehmon, hamıgayla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir uzun yo'l besib herib ketdim. Bugun malol kemisi o'ylardi qonib qolsam. Obdan. Qo'nib qasla bo'laverdi. Sizlarga kapimizda joyimiz chiqib qola. Rahmat. Mao eshigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'plik bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylamasa, deganlardek bo'lsin. To'xtasizlar. Bir gapni samillarga sep qo'yay. Lekin za oltin tula tezaklar eshigim deb yurmisizlar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'lsizlar. Mehmon, men sizlar deganlardek. Rızkı gayet, idar ganimet demişken. Bana bugün özleri bilen muhakkatlı dostuş Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. Oldu. Mağfiret. Voy, nima ish qilyaptilar? Og'zingni yum. Acaba altın tizeklaydigan eshik mi bormidi? Ya bu olchib qolgan kerimidi? Nimada bo'lmasin? Bir sinab boqay. Altın tizeklar eshigim, altın tizeklar. Bu ne bir keramet? Dilesem, oğrudun alıp da depken. Xudo bana cheksiz boylik ato qildi.
Tova, dünyada muşundaq eşeklermi yarılıp dikende. Ulu Xuda, muş eşekni en güçlü bilişimga yardım kılan bolsa. Esta, näge yo'qolgandi bu odam? Jinab qaçmagandi o? Chiqib qarab baqayjimi? Nima qilyaptilar bu kechida? Uyqularni uxlamay. Önünü çıkarma. Ağzını şu. Emmi karametini eli görsen. Nima deydiganlar? Gaplarni faqat tushunmadim. Bana emisi. Dal diyayı verip emmin sana dep berey. Nima bakıp karıp dursa? Bana. Bundan yeni kep durala. Ha, ulan. Hele bak. Avarık koydum. Hayır mısın? Seferlerge ak yol olsun. Xudaga emanet. İnşallah, hoş. Hoş. Xo'sh. Allah. G'oyib davlat degan mushu desilar. Endi mushu haddi hisobsiz mol dunyo bilan qo'limizni qayoq sunsak, shu yoqqa yetadi. To'qqizimizmi tal bo'lgan bo'ldi. Razı etsen Xudon, razı etsen. Xudayım bizge. Badi. Hey, endi men şundak bir adamga aylanay ki. Bütün ehli yurt cemaat hayranlıktan ağzını içip kılırsın. Endi sizlar haqning unini tatadigan jabakash tugmanchi bo'lmaylar. Sen mi endi tügmennin suyunu yaklap, xəxnin tağırının ağzını içip, onlarını kaçılışıp, tağalarının ağzını boğuşup vermeysen de. Endi bu jur bizning bo'ladi desilar, bizning bo'ladi. Yak, aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlep o'ylaylik. Kim akıllı qilib, iyiliqi ahmaq qirg'a chondurib qo'ymaylik yana. İnşallah to'g'ri dedilar dadisi. Xudoyimning bizga bergan bu mol dunyosini chondirmay xajlaylik. Vay vay vay. Hay bovay. O şu işekning oltin tilla tezaklishiga zotli ishongim kelmaydi. Sil umr bo'yi haqning oldin xaltasiga tushib kelgan.
bu növetmi şundaq bop qalamıkin dep ensireymen. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerinin hemmisini dep bersem, yeni nimiş kıyamını cuvaysan. İşeknin özü haram, küçü halal deptiken. Yamını kelse altın tılla tezeklep bämisimu canğa əsqasılı boldu o. Ben bu işeknin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bilen kögen tursam. He, maqul, sılıba, menba, qini köremiz. Taqitimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Altın tilla tezeklaydigan qanday eshakdi o? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ka. Aldırmağla, sal tahir qılыңlar. Ben kocam o işigimnin karamatini kömekçiydi. O kişi kelsila, cezmen körüsla. Keldi. Ben kocam geldi. Assalamu alaikum begim. Kiri kensle. Begim, bu yoq ko'zla. Begim, qadamlarga muborak bo'g'ay. Hey buvay, karomatingni bir ko'rsatmamsa. Obdan, əmisi mən işəkni açıqay. Ben kocamdın ötünüdüğün bir iltimasım var idi. Eytişqa tilim bağmay vatıdı. Qani ayta buvay, har qanday tiliking bo'lsa, o'rindaşqim men tayya. İşigim tezekligen altın tıllalarını ben kocam öz kolu bilen muşiyedeki pıralağa bölüp bergen bolsa. Avval sen eshigingning karomatini bir ko'rsat. Kulluk ben kocam. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Nima bu? Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Mini resva kımıgın. Ben kocamdan aldı da. El cemaattan aldı da resva kımıgın. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Tezekle. Altın tılla tezekle. Kelinglar, lagay, bağlanlar. Hop. Begim, ben günahsız. Bana rahim kısla. Bu qerini bağlab, yüzləri urulsun. Bana rahim kısla. Begim, ben günahsız. Bana rahim kısla. Bana rahim kısla. Madem sen yalan söyle, kimden yersen? Bu yaptın. Yanıldan sen. Bovay, gözlerini asıla, doğula ketdi. Bovay. Ah, yaratkan igen.
Bu bizga nima ko'gilik, nima tatquliq. Qaysi shayton bu uyimni ezib turgandi? Dadisi, eshakni yana bir tezaklatmamdiq. Nimaga aldiraysan xotin? Elim o manti ko'miga qilanda qasqon dumchibdi degandek shunchachik boyliqni apila-shapila tuyitib oldik. Yana oltin tillaga ojdimiz tushadigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda bütün boyliqlarning hammasi oltinimdan kechib qutlanmaydi. Bu deganlarga durust. Olimades eshak qo'limizdan chiqib ketsa, oltin kumushlardan ayirib qolamizmi-ki deb ansirayman dadisi. Og'zingni tosh! Ilohim, shundoq degan zuvoni tutilib qola. Eg'iz shugirgi boshqa, put shugirgi boshqa degan gap rostganda. Sening mushu shum og'zing bo'ladi ekan, davomli shumliqlarni chillab yuriysan. Bo'ldi qislar dadisi, bo'ldi. Nima chiqib ketdilar? Mundaqli deb qo'ydim. Eshakdek qo'limizda turibdi-ku. Ya Allah. Og'zingdan mushundaq shumliq chiqirib, ot quyruqli qilsang, nima boshdi? O'ylab gap qil, o'ylab. Osmon zaminingmi qulig'i va bilamsan? Biz bu eng kuchli eshakka oson erishdik-mi? Dunyoda silidek ahmaq odam bormi? Bir izitqu yigitning gapiga aldinib, bir muncha baloga qoldilar. Mening gapimga kirgan bo'lsalar, toyoqmi yemaydilar. Xalqi olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining og'amchisi uzun. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Ottinchi sulimi o'zangidan tushmay yetaverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshani yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'tin yoki tutdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimi g'ana? Eliqi yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim do'zaxda ko'ya. Agar u meni oldimigan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qolar. Xislatli yigit. Xislatli yigit. Men bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadiya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldilarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'l ustida hargiz qo'ymasalar. Bu sirnimi hech kimga tinig'ichi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamisa. Alloh nasib qilgan bir kuni ko'rishamiz. Acaba eshakning nemishqa oltin tilla tezaklamaganligini tepamida? Bu yigit meni rostlik qoldirib to'tamdi ya.
Agar aldigan bo'lsa qiyomat so'rg'ini tatidi. Nim bo'lsa bo'lsin. Bu dasturxonimni bir ko'r boqay.